Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, aziz obunachilar. Navbatdagi ishimiz tayyor bo'ldi. Xudo xolisa juda go'zal holatda chiqdi. Akfa Plus antrazit plastmassa materialdan eshik rom tayyorlaganmiz. Toshli oynali qilib. Xudo xolisa juda go'zal holatda chiqdi. Bunimiz shatlanka emas, yopishtiriladi tosh bilan. Xudo xolisa rangi o'chib ketmaydi, o'zgarmaydi. Quyoshda turganda boshqada likropkalari xudo xolisa go'zal holatda har doimgidek. Xo'sh, buni Shahrixon tumani Oqto'nlikka o'rnatganmiz. Akamiz internetdan ko'rib zakaz berdi. Darvozaxonadan kirganda yopiradagi uy ekan. Shunga bir boshqacha go'zal holatda qilib bering dedi. Xudo xolisa qo'ldan kelgancha chiroyli qilib, fasonli qilib eshik tayyorlaganmiz. Kirganda odamni o'ziga tortadigan holatda, mana ko'rishingiz mumkin. Arkali eshik. Bu tomonda yana romi bor, arkalik. Shu seriyaga oq paket bo'lgan. 2 qavat. Aynalar 2 qavat. Go'zal holatda, xudo xolisa. Ichkaridan ko'rinishini bir qator ko'rsatib o'tamiz. Ichkaridan ham go'zal holatda. Eshiklarimiz petlasini baquvvatidan qo'yganmiz. Joker petladan. Go'zal holatda mana. Bu tomonida romi bor. Dvoyniy откройный 2 tomonlama ochiladigan bo'lgan. Ruchkalari ham baquvvat ruchkadan. Mana tepa holatda ochilishi. Bu splashning ochilishi yon tomoni. Podokonnilari bor, romlarimiz. Xo'sh, bitta eshik, bitta rom nech pulga tushdi deb o'ylaysizlar? Xudo xolisa yaxshi narx bo'ldi. Hech qimmatroq, lekin xudo xolisa puliga arziydigan narsa bo'ldi. Ishingiz yoqqan bo'lsa, like bosib qo'yinglar, podpisatsiya qilishni unutmanglar. Xudo xolisa hali oldinda undan ham go'zallari